Bu juda ham katta masala. Hozir mana ustoz bilganlarning 1% ni ham aytayotgani yo'q maktabdagi fojialarni. Ozgina joyini aytib qo'yadi. Ya'ni men o'zim oilamda ham maktabda ishlaydiganlar bor. Shunday dahshatli qizlar bilan bog'liq, bolalar bilan bog'liq jinoyatlar, axloqiy masalalar bor. Ko'pchilik bu masalalar aytilmaydi, iloji boricha hech kim bu narsalarni eshitgisi kelmaydi. O'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar biladi va direktor biladi ko'pincha. Yoki bo'lmasa sinf rahbari biladi bu narsalarni. Shuning uchun davlat hozir bizning qanday yo'l tutdi? Shunday yo'l tutdiki, ya'ni bir tarafdan yechim, ikkinchi tarafdan mavjud davlat maktablariga yana ko'proq yuklama berdi, ham axloqiy, ham boshqa nuqtai nazardan. Ya'ni prezident maktablarini tashkil qildi. Prezident maktablariga qanday bolalar ketdi? Men maktabning ochilganini tanqid qilmoqchi emasman. Ijobiy tomonlari juda ham ko'p, lekin ma'lum bir salbiy tomonlarini ham hozir ko'ryapmiz. Prezident maktablari bor va uning tagida xususiy ta'lim bor. Prezident maktablariga o'zining mohiyati bo'yicha, axloqi bo'yicha, umuman dunyoqarashi bo'yicha eng oliy darajadagi o'sha biz elitar deb hisoblaydigan, o'zi tabiatida elitarlik bor bo'lgan bolalarni oldi, ular sinflardagi mo'tadillikni ta'minlab berardi. Boshqalarga ham turardi. Masalan, ularga qarab intililardi. Masalan, yaxshi o'qiydi, kimnidir misol qilib keltirish mumkin va ma'lum bir ma'noda o'sha elitani tarbiyalashlik uchun bu jihatga ketdi. Prezident maktablari kerak. Kerak emas deyotganim yo'q, lekin u ma'lum bir oqibatlarni vujudga keltirib ketdi. Endi ikkinchi darajada bu yaxshi oylik to'laydigan, men ham xususiy maktablardan birida ishlayman, yaxshi oylik to'laydigan, senga turli xil tekshiruvlarni ma'lum bir ma'noda to'sib beradigan va o'qiydigan bolalarni jiddiy saralab beradigan o'qituvchilar uchun maktablariga, davlat maktablariga nisbatan yaxshiroq sharoit yaratib berganligi uchun birinchidan yaxshi bolalar ketdi, eng zo'rlari ketdi bir qatlamga, ikkinchi qatlamga yaxshi o'qituvchilar ketib qoldi. Va davlat maktablari bir vaqtning o'zida, men hozir hammasi yomon demoqchi emasman, yaxshi o'qituvchilaringiz bor, ya'ni umumiy olganimizda yaxshi oylik to'laganligi uchun mana shu ikkita masalada kambag'allash davlat maktablarida vujudga keldi. Va bu o'sha jinoyatchilikning oshishi, o'qituvchilarga bo'lgan munosabatning salbiylashuvi bilan bog'liq masalalar vujudga keldi. Hozir davlat maktablarining asosiy funksiyasi deylik million bolalarni ertalab soat 8 dan deylik kechki yoki obeddan keyingi birgacha ma'lum bir hududda ushlab turish vazifasini ko'proq bajaryapti hozir. Nima uchun bunday deyapman? Chunki hozir maktab bilan bog'lanmasdan turib ham sertifikatlar olib o'qishga kirish mumkin. Maktabdan tashqarida tayyorgarlik ko'rib sertifikat olib oliy ta'limga kirish mumkin yoki maktabga bog'lanmagan holatda boshqa kasb egallash mumkin. Shuning uchun mana shu kompleks muammolar hozir deylik davlat maktablarini juda ham qiyin ahvolga solib qo'ydi. Masalan, men direktorni juda ham yaxshi tushunyapman sizni. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ya'ni pagonli insonlar davlatga qancha aralashadigan bo'lsa, davlat shuncha qamoqxonaga o'xshab boradi. Men oldin Milliy gvardiyaning bolalarini qo'yib qo'ygan paytda mana shu studiyada turib aytganman, noto'g'ri ish qilyapsiz. Ishlamaydi bu jarayon debdi va hali bu narsalar ochiqlanmagan. Milliy gvardiyaning bolalari bilan janjal qancha bo'lgan? Chiqib ketaman 11-sinflar o'rtasida. Ko'chada bo'ladi. Ya'ni shuning uchun hozir mana shu yechim yo'q. Masalan, deylik xususiy maktablar bilan prezident maktablariga huquqni muhofaza qiluvchi organlar qancha marta borgan? Statistikani beringlar qani. U yoqqa borish shart emas.